Menda absolyutniy duh bo'lmagan. Ozodbek Mannopov yoshligida kimga o'xshashni orzu qilgan va o'xshay oldimi? Yoshligimdachi, mana hamma o'z intervyularda aytishadi-ku, men bilganman qachondir zo'r bo'lib ketishimni, men harakatchi edim, niyatlarim katta bo'lgan va men yetishdim deydi-ku. Menda absolyutniy duh bo'lmagan. Men qo'rqardim, где-то 16 yoshimgacha, 17 yoshimgacha men katta bo'lsam kim bo'laman? Oilamga olib kirishim kerak, ro'zg'or qilishim kerak. Shu narsalarni qayerdan olar ekanman pulni deb ko'p o'ylardim-da, qo'rqardim. Chunki ochig'ini aytsam, yaxshi o'qimaganman. Men qiziqqan narsalarim bilan shug'ullanib yurganman. Futbolni yaxshi ko'rardim. Futbol o'ynab yurganman, zalga chiqishni xohlaganman, zalga chiqqanman-da. Aynan o'sha pul topish, ya'ni katta hayotga qadam qo'yish momenti kelganda men qo'rqqanman o'sha payt. O'sha payt Xudodan so'raganman, Xudoyim, yaxshi pul toping. Menga qiziq, tezroq o'sha nima sohada ketadigan bo'lsam, tezroq kiring o'sha sohaga deganman-da. Men kutmagan daraja bu. Bunaqa kim uchundir men topayotgan pul вообще kam. Men uchun, meni ko'zim bilan qarasangiz, erishib bo'lmaydigan orzu demanda men. Hozirgi hayotim shunaqa men uchun.